AQSh siyosatidan kutilmagan xabar. Dunyoda keskin bayonotlari bilan tanilgan senator Lindsey Graham vafot etdi. Uning o'limi ortidan yana bir savol tugildi. U nega shunchalik bahsli siyosatchi edi? 2026-yil 11-iyul kuni AQSh senatori Lindsey Graham 71 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uning o'limiga aorta disseksiyasi sabab bo'lgan. Bu yurakdan butun tanaga qon olib boradigan eng katta qon tomiri, aortaning ichki qavati yirtilishi bo'lib, juda xavfli tibbiy holat hisoblanadi. Lindsey Graham 2003-yildan buyon AQSh senatida faoliyat yuritgan va Respublikachilar partiyasining eng taniqli arboblaridan biri bo'lgan. U ko'pincha xalqaro mojarolar bo'yicha qat'iy bayonotlari bilan e'tiborga tushgan. Graham Donald Trampning yaqin siyosiy ittifoqchilaridan biri edi. U Ukrainaga harbiy yordam berilishini qo'llab-quvvatlagan, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni talab qilgan, Isroilni ochiq qo'llab-quvvatlagan hamda Eronga nisbatan keskin siyosat tarafdori bo'lgan. Bundan tashqari, u Iroq va Afg'onistondagi AQSh harbiy amaliyotlarini ham qo'llab-quvvatlagan. Shu sababli uning faoliyati ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Tarafdorlari uni AQSh manfaatlarini himoya qilgan kuchli senator deb hisoblashgan. Tanqidchilari esa uning ayrim qarorlari xalqaro keskinlikni kuchaytirganini ta'kidlashgan. Lindsey Grahamning vafoti AQSh siyosiy hayotida muhim voqea sifatida baholanmoqda. Uning siyosiy faoliyati va qarorlari hali uzoq vaqt davomida muhokama qilinishi kutilmoqda. Dunyodagi eng muhim va tezkor yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosishni unutmang.